Mana shu kamchilik deyaptilar. Mani YouTube'ga chiqarmayman. Comfort Plus'da Chazor. Premiumga o'tmaydi, biznesga o'tadi. Elektroga o'tadi bu. Siz monitoringiz kichkinaroq ekan, nechinchi paysi? Bu bir. Nima kamchiligi bor aka? Benzinni ko'rsatganidan ko'proq rasolgan. Qo'qondanman. Qishda ko'proq edi pechkani rasolgan. Kechqurun 8 dan keyin 3:30 ga tushib oladi ko'rsatishi. Trassada yurganingizda tormoz bosmaysiz-ku. Ha. Rekuperatsiya bo'lmaydi, ya'ni o'zini qayta zaryadlamaydi. to'ppa-to'g'ri. O'shani 25 gacha, 100 dan 25% gacha necha kilometr yurasiz aka? Menimcha 40 yursa kerak. Mashina aka zo'r. Kuniga 180 mingga benzin. Mana hisobimda 350 yuradi. To есть kilometrga 3.9 litr benzin yeyotgan ekan. 3 bilan 4 ming raznica ekanda, bittami ikkita opsiyasida farq qilar ekan. Ha, ani uch olmaganimga afsuslandim. Yedi va endi pastda. Nima Chazor chempion bo'lyapsiz? Chempion qilmadi. Yana nima kamchiligi bor aka mashina? Unda yaxshi emas ekan mana bo'lib ketdi. To'g'risi kamchilik ko'rmadim. Zo'r mashina. Rozi bo'lasiz faqat. Ha. Videoga olib kelyotgandim men. Ha. Mana shu rulingizni ko'rsating, aka. Ahvolini mana shunaqa ahvolda. Ha. Mana shu kamchilik deyaptilar. Akamdan hozir suhbatlarini olaman. Real отзыв eshitaman dedim. Menga zo'r. Shu 3-4 pozitsiyasini olgan yaxshi ekan.